Germaniyada shunday qizimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Mana, tabriklayman. Rahmat kattakon. Xo'p, Mahliyaxon bugun Germaniyada ayollar o'rtasida o'tkazilgan voleybol bo'yicha eng yaxshi o'yinchi bo'lgan ekan. Buni sabab bor ekan. Nima sabab bor ekan? Sababi shu oldinlari Umid Nihollari bo'lgan paytda Osiyo chempionatida 8 karra chempion bo'lganmiz. 8 karra Osiyo chempioni va Zulfiya mukofoti sovrindori ekan. Aytyapman-ku, Germaniyada shunday qizimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Xo'p, yoshingiz nechida? 25. 25 da. Qachon bo'ldi Germaniyaga kelganingizga? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. Ha. Hozir qaysi shaharda yashayapsiz va nima ish qilyapsiz? Myunxen shahrida MFA bo'lib ishlayapman. MFA, ya'ni bu vrach yordamchisi. Xo'p. O'zbekistonda siz Toshkentni bitirganman. Toshkentni tugatgansiz. Xudo xolasa kelgusida rejalar. Xudo xolasa bu yerda imtihonlardan o'tib, bu yoqda ishlash va o'qish. Qancha vaqt ketdi viza chiqishga sizga? Menga juda ko'p 7 oy. 7 oycha ketdi. Endi faxkra bo'lib kelgansiz, to'g'rimi siz? Yo'q. Til kursi qilib shunchalik. Til kursi bilan kelib, hozir anaqaga o'tib oldingiz. MFAga o'tib oldingiz. Xo'p, Germaniyadan taassurotlar qanaqa? Birinchi hayron qoldirgan narsalardan. Tabiati. Tabiati go'zal. Sovuqligi. Siz kelgan vaqtlaringizda bizda qish edi. Hali ham. Chunki O'zbekistonda u paytda yoz boshlangan edi. Men bu yoqda yoz bo'lib ketadi, sekin-sekin isib ketadi degan ma'noda kelgandim. Kelishim bilan sovuq, lekin tabiati juda ham chiroyli. Bugun Germaniyadagi eng katta festival, eng katta turnir, Davra Cup turniri ostida futbol bo'lib o'tyapti. Bu kishilar voleybolga qatnashgan ayollar bo'yicha va futbol erkaklar o'rtasida bo'lyapti hozir. Sizlar ham Germaniyaga kelib, mana shunday kuboklarni yutish niyatlari bo'lsa, albatta nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak, nemis tilini o'rganish kerak. Qaysi daraja bilan keldingiz nemis tili? B2. B2 nemis tili sertifikati bilan kelishgan. O'shaning uchun darajalaring qancha yaxshi bo'lsa, muvaffaqiyatga ham shuncha tez erishasizlar. Mana, yana bir marta sizga topshirib qo'yaman. Rahmat, Omad tilayman, salomat bo'linglar. Germaniyada ko'rganda ko'rishguncha.